Assalomu alaykum do'stlar, Forex kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh akalar, bugungi video rolikni boshlashdan oldin barchani bilan unutib olib, videoni ko'p mazza qilib tomolamiz. Xo'sh akalar, bugungi rolikimiz supermarket simulyator o'ynab oladi. To'xta, pulni qaytib ol. $1. Bo'ldi. Brat, plastikdan bizniki. $89. Bo'ldi. Keling opa. Opa 2 topdi. Ikki ham plastikdanmi? Hop. Bo'ldi. Boravering. Bo'ldi, boring. Kelib turinglar. U politsiya soba ham sotdi. 89 shunaqa. Bo'ldi. Yo'q, bizga hozircha bular kerak emas. Opasniki ham plastikdanmi? Bo'ldi. Oldi. Kassadan tur. Nima narsaga qilamiz? Mana bunga bilim yetmaskan. Qanday nima? Hisoblab turinglar, mana shuni hisoblab olaylik. $3.89. Bittasi $3'mi? Ha, bo'ldi. Nega qaytim ketyapti bular? Pulni berib. Bo'ldi, kelib turing. Sizniki ham plastikdanmi? 89. Bo'pti. O, gentleman. Bo'ldi. Yo'q, pulimiz yetmasgan. Okeyin to'xtab turingizlar. $89 bo'ldi. Keling. Sizga qancha? $16 shunaqami? 11 sent. Ha. Bo'ldi, endi men narsani taqib olay, to'xtab turinglar. Apelsinni qayerdan? Mana shu. To'xtab turing. Ya bir kunimiz tamommi? $2'dan qo'ydik, bo'ldi. Buni edi. Buni eng pastiga qo'yamiz. Qo'yamiz, opa, bo'ldi. Nima zakaz qilamiz? $600 u pulni menga ko'rganmisan? Ochib qo'ying, menga klient yo'qsam. Kelib qolinglar, Forex magaziniga. Hop, kelinglar, keling. O, brat, keling. Nima olasiz? Apelsin hamma narsa bor. O, 3 ta oldim bitiraymi? Ya, malades. $16 sizdan. Xizmat qilish bizdan. Bo'ldi. Yo'q, bunaqa sharbatlar, opa. Pulni bering, olib kelaman. To'xtab turing, men endi ochib olaydi. $200 ekan, boray. Yo'q, men tushunmayman bular. Bo'ldi. Men nimani qarab turibsizlar? $12 qaytib berishim kerakmi? Bor so'ray, yo'q bo'lgandan keyin yo'q-da. 4.56 sent. Bo'ldi, rahmat opa. Qolmaganda saytgan narsa. $38. 96 sent. Ya, ochib ketdi-yu. Bo'ldi, bor. Bu narsa olishgansiz, pulni
ana unaqa qilish kelgan. Maydalashga. Bo'ldi. Avtobusga pul qolmaganda avtobusni yonida turaman deganda. Aka nima qilyapsiz? Bitta ham olasizmi? 5-6 tani olmaysiz bitta deganda. 28 bo'ldi. Boring aka. Yo'q. Voy. Aha. Opa to'xtab turingizlar, hozir men zakaz qilib olay, bitta olibsiz o'zi. Zakaz qilib olayda shuni. Klientlar so'rab turibdi. Mana shundan 3 ta suv zakaz, mana shundan pulimiz yetmaskan. Hamma narsa zakaz qilib tashlaymiz. Yo'q, yetmaydi. Endi yetar, voy bu eshak. Qani nima zakaz qilay? Bo'ldi. Mana shuni bitta yo'q, pul yetmaskan. Mana buni 24 dollar bo'ldi, hammasiga zakaz qildik. Voy mayda qolmadi. Kassada bor-u, bo'ldi. Bo'ldi, yordik. 75 sentmi? 72 sent. Bo'ldi. Opa kelib turing. Albatta. 44 sent. 10 dollar. To'xtab turing. 44 sent. Bo'ldi. Bu qani ikkita qo'yib olamiz bundan. $60-70 sent. Aha. Bo'ldi, tur. Biz zakaz qilgan narsalar kelib qo'yinglar. Kelinglar, magazinimizda narsalar qolmabdi-yu, eshak. Bo'ldi, mana bo'ldi, keldi akalar o'zi. Mana siz aytgan narsalardan. Hammangiz aytgan narsalardan bor. Kelinglar, kelib qolinglar. Bu nima edi? Keling aka. Oling, opalar kelinglar. Endi tepani ham shunga qo'y. Bo'ldi. Sizlar uchun zakaz qildim, ha? Bu qayerga? Pastga. To'xtab turing endi. Narsalarni taxlab olaydi. Bu ham shundan. Yo'q, buni pastga qo'yib tur. Mana shu yerga qo'yib tur-da. Malades. Qani nima? Bitta oldingizmi? Olgan yasha 3-4 ta olmaysizmi? Bo'ldi, boring. Rahmat. 2 ta oldim. Mana shu oqsaga o'xshab. To'g'ri beribsiz. 12 dollar shuni. 22 sent bo'ldi. Ikkita bir xilofa. 46 dollar 11 sent. Bo'ldi. Sharbat. Voy, sharbat kelmadimi hali? 11. Bu 11 emas. 4. Bo'ldi. Nimaga panikaga tushyapsizlar? Nimaga panikaga tushyapsizlar, aytinglar. Pomidor zakaz qilish esdan chiqdi. Voy, nima esdan chiqdi ekan desam. Bo'ldi. Voy. Hozir zakaz qilib shu pomidor. $20 ana zakaz qildim.
Bo'ldi. Nima? O'tir. 3 dollar 89 sent. Aha. Albatta. Opa. Sizga 5 dollar 7 sent. Aha. Ko'rishim kerak. Qani bering. Biroz sizga qancha? Sizga 5 dollar. Opa. Bo'ladimi? Bo'ladimi? Bo'ldi. Kelib turing. O brat. 35 dollar bu brat pulni maydalash ekiga aniq. Ko'rinib turibdi. Bo'ldi, suring. Voy brat, siz bo'ldi, yopilamiz. Yopilibmiz u. Osingiz oling. Keling brat, oxirgi siz. Ya. 89 sent. Xo'sh akalar, video sizlarga Xo'sh akalar, video sizlarga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa o'z fikringizni kommentariyamizda yozib qoldirishingiz mumkin. Mana shu video davom etishini xohlasangiz, albatta like bosib kanalga obuna bo'lishni esdan chiqmang. Sizlar bilan har doimgidek Forest bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr do'stlar.